O'zbekiston xalq yozuvchisi, buyuk xizmatlari uchun orderi sohibi Said Ahmad. Husanxo'jayev Said Ahmad 1920-yil 10-iyunda Toshkent shahrida tug'ilgan. O'zbekiston xalq yozuvchisi 1980-yil, O'zbekiston xalq qahramoni 1999-yil, 1968-yil O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi unvonlarini olgan. Toshkent rassomchilik bilim yurtida, so'ngra Toshkent pedagogika bilim yurtida o'qigan. 1940-43-yillar. Birinchi hikoyalar to'plami 1940-yil. Tortiq. Ijodining kattagina qismi hajviy, yumoristik hikoyalar, qissalar, komediyalardan iborat. 1948-yil Farg'ona hikoyalari, 1960-yil Cho'l burguti, Cho'l oqshomlari, Odam va bo'ron, Yo'qotganlarim va topganlarim, 1998-yil Qorako'z Majnun, 2001-yil kabi asarlar muallifi. Ufq 1964-74-yil Jimjitlik romani, 1988-yil Xandon pista, 1994-yil. Uning yumoristik mahorati Kelinlar qo'zg'oloni, 1976-yil Kiyov, 1986-yil komediyalari yorqin namoyon bo'lgan. 1947-yil xalq dushmani sifatida hibsga olinadi. Stalin vafotidan so'ng oqlangan. Kelinlar qo'zg'oloni dunyoning ko'plab mamlakatlarida sahnalashtirilgan. 1996-yil Do'stlik, 1997-yil buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan mukofotlangan. 2007-yil 5-dekabrda Toshkent shahrida vafot etadi.